onajonoqlar barcha-barchangizga Oybek Rasulxonga xush kelibsiz deymiz. Bugungi tavallud kun sababchisi Shukrona kuni nishonlayotgan 60 faxrorni qarshi olgan va albatta bugun 3 yoshlari Qur'oniso onajonimiz bu kishini farzandlari onajonimizni qalbiga zarracha xursandchilik ulashaylik. Onam xursand bo'lsin deya bugungi poeziya oqshomini tashkil etishdi. Ona sizga ham assalomu alaykum. Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bugungi tavalludga Shukrona kun muborak bo'lsin. Allohdan doimo uzoq umr, sihat, salomatlik, doim farzandlar va nabiralar baxt kamolini ko'rib yuring. Ularning boshidagi toji bo'lib, duo qilib doim o'yini to'g'ri piyu va davlat bo'lib o'tirish nasib qilsin. Mana shunday mehrli farzandlar sabab bo'lib, umrat hajlariga borishlik, hoji ona bo'lishlik nasib aylasin deymiz. Azizlar, bitta chiroyli gulmas qarsak bo'lsa, onajonimizni tabriklaymiz. Aytilmagan arzim ko'p ekan, bajarmagan farzim ko'p ekan, dunyosidan qarzim yo'q, ammo ona sizlar qarzim ko'p ekan. Mazlumlarning nolasi qadar, ko'zlarining jolasi qadar, sochlaringiz tolasi qadar, ona sizdan qarzim ko'p ekan. Farishtadek nurlar sochib, duo qilar qo'lim ochib, tashvishlar ham ketar qochib. Onajonim, jonim onam. Onajonlarimiz doim baxtimizga bor bo'lsin, sog' bo'lsin. Hamisha biz farzandlarning yaxshi kunlarini, baxtini ko'rib yurishga nasib bo'lsin. Azizlar, hurmat va ehtirom bilan kelib, bemalol onajonimizni tabriklab, qutlab, qalbiga shirin tilaklarni izhor etishlari mumkin. Onajon alla aytgin tashnadurman ovozingga, man ku jonim berayin bolam degan har so'zingga. Men hamisha go'dakman, bag'ring sening orom yurur, birgina duo qilsang dunyo poyimda yurur.